Assalomu alaykum hammaga. Xullas Lasettida eshigini sen yopadigan pistoleti mana o'zim zavodskoy shunaqa holatda bo'ladi. Mana men hozir buni nima qildim? Bo'shatib oldim. Xullas yopganda tirr etib ichida shesternasi o'tib ketyapti. Buni hozir ochib boshqatdan ko'ramiz, nima ayb. Tuzatib ko'ramiz o'zinikini. Hozir tozalab qo'yamiz. Bosganimda eshikni ochganda tirr o'tib, shesterna o'tib ketib yopilyapti, ochilyapti, lekin tirrlab asabni buzyapti. O'shani ochdim. Hop. Hozir ko'ramiz, qani ichida nima bor, qayta buzilgan. Tuzatishga harakat qilamiz. Dalshi video davom ettiramiz. Xullas bu zavodskoy Berk zavodskoy ochib bo'lmaydi. Buni kanselyarskiy mosh bilan tashibdan qirqib chiqaramiz. Akkuratna qilib. Ikki kamtayli bo'ladi. Mana shunday kesib, qirqib, ochib ko'ramiz hozir. Xullas xizmat qildim. Ichida shesternalari hammasi yaxshi. Odatda mana o'rtadagi shesternani mana uchidagi ushlab turadigan oyog'i sinib ketadi. O'shani sabab bu aqa-baqa o'ynab, tirillab ish ko'rsatadi. Bunda lekin bunaqa narsa bo'lmabdi. Bilmayman, lekin ana shesternaning tishlari yedirilib qolgan, yog'sirab qolgan. Soldorlab, yog'larni surtab, endi hozir buni boshqatdan yopamiz. Boshqatdan yopishni ham varianti mana chekkalarni artib tashlaymiz soldorini. Keyin hop mana bu tomoni, orqa tomoni, motorchik tomoni bu. Shunda yopiladi. Endi yopiladi. Buni chekkasiga hozir yo super kley bilan, yo afex bilan kleylab o'tirib mahkam qo'ysak ishlayveradi. Bu ish ko'rsatmaydi, boshqa qilmaydi. Hozir boshqatdan bekitib buni ko'rsataman. Hozir buni artib tashlab, ham videoga olib ham ish qilish qiyin bo'lyapti. O'shaning uchun pauza qilib ko'rsataman. Hozir men afex kleydan quyib, keyin qotiraman buni. Afex kley bilan oralarini hamma joyini kraskalar nima qilib chiqdim, kleylab chiqdim. Mana orasidan ketgan. Hozir buni mana endi yig'amiz. Mana shunga bu mana oyog'i, mana hozir ko'rsataman. Mana oyog'i tushadigan joyi bor, mana tomonda mana. Shu oyog'iga tushib, endi yopiladi. Qo'yib ishlatib ko'ramiz. Hozir qanaqa o'zgarish bor. Mana ulab qo'yib ko'rdim. Hali ustonovka qilganim yo'q mana. Bu mayli 3 ta boltdan bo'shaydi, ichkarida mana kirib nimalari bor, teshiklar shu. Mana ishlab ochishi zo'r. Oldin tirr etib ichida o'tib ketyapti, shesternasi tirr etib g'azillab asabni buzyapti. Mana hozir endi ishlashi zo'r. Hozir qo'yib tekshirib ko'raman, qanaqa nima holat.